chunki bu oyda Qur'on nozil bo'lgan oy. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam risolatni ayni mana shu Ramazon sharifda boshlaganlar. Bir fayzdan ilhomlanib bir voqeani aytib bermoqchiman. Tavba surasining oxiriga 2 oyat bor. Qorilar biladilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum deb boshlanadi oyat. 2 oyat o'zi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida Qur'oni Karim vahiy tushayotgan paytlarda sahobalar yozib olishgan. Yozib olib, varoq shaklida, tarqoq holatda bo'lgan. Hozirgi biz ko'rgan mushaf shaklida bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida yozilmagan sababi Rasululloh yana Qur'on nozil bo'lib qoladi. Itmomiga yetgani yo'q deb o'ylaganlar. Chunki bir voqeaga ko'ra nozil bo'lganmi Qur'oni Karim. Bir dafada nozil bo'lmagan, tarqoq holatda 23 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir davr Makka davrida va Madina davrida. O'shaning uchun suralarni Makki, Madaniy deb ikkiga bo'linadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin Abu Bakr Siddiqni roziyallohu anhu davrlarida Yamoma jangida ko'p qori sahobalar vafot qildi. Jangda endi paytlarda hamma jangga chiqish jihod desa farz bo'lgan. Ko'p qorilar ba'zi manbalarda 70, ba'zi manbalarda 700 ta qorilar vafot qildi. Jangda halok bo'lishdi. Shunda Hazrati Umar roziyallohu anhu kelib, ey Rasulullohning xalifasi, qorilar vafot qilib ketdi ko'plari. Qo'rqamanki, ichimizda Qur'onni to'liq homil qilgan kishilar vafot topib Qur'on ko'tarilib qolishligidan qo'rqaman deb u kishiga Alloh ilhom qildi. Tabiiyki Abu Bakr Siddiq, ey Umar, nima deyapsan? Rasulullohning sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan narsani qanday qilaman? Nima qilishimiz kerak? Bir kitob shakliga keltiring. Yozib qo'yishsin. Bor-ku, hammada varoq shaklida bor-ku. Vahiy tushgan holatdagi. O'shalarni bitta kitobga jamlaylik. Dastlab ko'nmadilar, chunki Rasululloh qilmagan ishni men ham qilmayman dedilar va Abu Bakr Siddiq aytadilar, Umarning gapidan keyin men Alloh taolo o'sha ishga meni Alloh ilhomlantirdi va bu ishni bismillah deb boshladik. Boshlashdagi vaziyatni qarang. Har bir Rasulullohning sollallohu alayhi vasallam oldinlarida vahiyni yozib olgan kishilar bitta surami, yarımta surami, qanchadir oyatmi varoqlarga, terilarga, xurmon po'stoqlarga yoziladi. O'sha varoqlarni o'zlari bilan yana bitta guvoh bilan, ikkita guvoh bilan olib kelsin va biz hay'at tuzaylik, u hay'at Qur'oni Karim yozsin dedilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vahiy kotiblari Zayd ibn Sobit, Abu Musa Ash'ari, Ubay ibn Ka'b, Hazrati Usmon, Ali roziyallohu anhular kengash tuzishdi. Bu ishga kengash raisi etib, eng yoshli Zayd ibn Sobit rahbar bo'ldilar. Kengashda raisi bo'ldilar. Nega? Chunki juda ko'p oyatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizzat, ya'ni Rasulullohning o'zlaridan shaxsan yozib vahiyni guvoh bo'lib, hatto sonlariga tegadigan darajada yaqin turgan holatlar vahiy nozil bo'lardilar. Rasulullohga nozil bo'lardi, u kishi yozardilar. Shunday qilib kengash tuzildi, masjid eshigini tagida turishdi, hamma o'zlaridagi varoqni olib kelishdi. Bitta guvoh bilan. Masalan, men bitta oyatni surani bilaman. Bu suraga guvoh Abdujamil qori Rasululloh oldilariga yozib olganimga, masalan. O'zlari bilan bitta guvoh keldilar. Zayd ibn Sobit aytadilar. Ikkita oyat qoldi, Qur'oni Karim jamlandi, ikkita oyat qoldi, unga guvoh ham oyatdan bermadi. Azob surasidagi minal mu'minina rijalun sadaqu oyati va Tavba surasining oxirgi hozirgi o'qigan oyatimiz 2 oyat. Shunda minal mu'minina rijalun sadaqu keldi, yozdik. Laqad ja'akum Tavba surasining 2 oyati qoldi va bir sahoba Huzayma ibn Somit roziyallohu anhu keldilar. Keldilarda, ey Zayd dedi, Rasulullohdan eshitganman dedi, lekin guvohim yo'q dedi. Bitta o'zi keldilar. Endi yozish sharti kengashda raisi tabiiyki, senikini qabul qilolmayman.
Chunki xalifa bu davlat ishi bu. Xalifa menga ikkita guvoh degan. Dedilar masjid ahli Allohu akbar bu Huzaymani tanimaysizlarmi deb turib Huzayma ibn Somitni bir Rasululloh davrlarida eslashga o'tdilar. Unda nima edi? Voqeani asosli joyi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bozorga bordilar. Bir tuya olmoqchi bo'ldilar. Bir chiroyli tuya Rasulullohni ko'rdilarda haligi tuyani olib kelishdi narxini. U g'ayriddin ekan, senga pulni uyda olib beraman deb nasiya savdo qilishdi, ammo kelishildi. Orqa ketishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tezroq pulni olib berish maqsadlarida tezroq yurib ketdi. Haligi sotuvchi tuya bilan sekinroq yurdida, xuddi bizni singari "Nech pul bo'ldi?" degani singari "Nech pul ekan? Kim tuyasi bu? Qani egasi buni?" deb savollar boshladi. Chiroylilik uchun o'ziga tortadi. Hamma shunday pulga sotildi. Ha bu narxi unaqa bo'lishi mumkin emas. Bu qimmat, chiroyli tuya ekan deydi. U yo'lda ketayotib aynib qoldi. Barakadan aynib qoldida, bu qimmatroq ekan, qimmatroq sotsam bo'lar ekan. Bittasiga sotib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pulni olib chiqdilar. Yo sotib yubordi. Qiziq ekansan, men senga kelishdimi? Shuncha so'mga kelishdi. Mana pulni olib chiqdim. Guvohingiz bormi kelishganiga dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jim bo'lib qoldilar. Mendan ogoh baraka qilganingiz guvohingiz bormi dedilar. Tezda haligi voqea jarayoniga Madina ahli kelib, voqeaga guvoh bo'lishda katta sahobalar Hazrat Usmon, Hazrat Ali, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ular turibdi. Madina ahli bu tuyani baraka qilganimga kimdir guvoh bo'ldimi? Jim, hech kim guvoh bo'lmadi. Va Huzayma ibn Somit roziyallohu anhu orqa safdan "Ya Rasululloh, men guvoh bo'ldim" deb chiqdilar. Ana guvoh bor ekan dedilar. Haligi qo'rqib ketib darrov tuyani berdilar, ketdi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ey Huzayma, sen bizni barakamizni ko'rdingmi?" dedi. "Yo'q, ko'rganimni ya Rasululloh." "Nega ko'rmagan bo'lsang ko'rding" deysan. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz oxirat ishlarida Qur'on nozil bo'ldi deysiz. Bizni zulmatlardan hidoyatga yo'llaysiz. Vahiy keldi deysiz, Mi'rojga chiqdim deysiz, hammasiga iymon keldi deb ishondik. Oxirat ishlarida ishonib, nahotki dunyo ishlarida sizga ishonmaymiz ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Siz yolg'on gapirmaysiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilinglarki, Huzaymaning guvohligi qiyomatgacha 2 kishilik o'tadi. Allohu akbar deydi. Madina ahli, masjid ahli Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mana shu guvohliklari haqidagi bashoratni bilmasmidi? Eng zayd bu kishining guvohligi 2 kishiga o'tadi, o'zi bilan guvoh keltirish shart emas dedi. Madina ahli, masjid ahli darrov takbir aytishdi va o'sha oxirgi 2 oyatda laqad ja'akum oyatini ham Qur'oni Karimga qo'shib qo'ydi va yozib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlaridan Qur'oni Karim juda e'timod bilan, guvohlar bilan daqiq yozildi. Hatto Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'ladi. Vahiy nozil bo'layotgan paytda esidan chiqib qolmasin deb Rasululloh qaytarib turardilar. Va qaytarib turganliklarida bu qaytarishlariga iqob o'laroq oyat tushdi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ey Muhammad alayhisalom, tilingizni harakatlantirib vahiyni tinglashtirmang. Albatta uni qalbingizga jamlab qo'yish ham bizning zimmamizda. So'ng uni bayon qilish ham, tafsiri ham bizning zimmamizda. Dedi Alloh taolo vahiy nozil bo'ldi. Zayd ibn Sobit aytdilar, qachonki shu oyatdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vahiy nozil bo'lsa, boshlarini quyi qilardilar, vahiyni chiroyli kutib olardilar, vahiy nozil bo'lar edi va bizga aytardi, "Ey Zayd, yoz" dedilar, o'qib berardi, men yozardim. Yozib bo'lgandan keyin "Ey Zayd, endi sen o'qi" dedilar. Ko'ryapsizmi qanchalik ehtimom bilan yozilgan. Jibril alayhisalomdan Rasululloh qabul qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy kotibga yozildilar. Yozilganini o'qi dedilar. Hatto o'qirdim, mana shu oyatni mana shu joyini to'g'rilab qo'y dedilar, xato bo'lsa.
Bilardimki bismillah bilan boshlasa yangi sura, bismillahsiz boshlansa suraning davomi deb qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar. Biz hozirgi o'qib turgan 114 ta sura Qur'oni Karimni nozil bo'lishiga aslida teskari. Bilamizki, birinchi qaysi sura nozil bo'lgan? Iqro. Iqro surasi 5 oyatda nozil bo'lgan. Kuvirat, Muddathir, Muzammil tarqi holatda nozil bo'lgan Qur'oni Karim. Hozirgi o'qish tartibimizda emas. Endi savol bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lganda qanday o'qiydilar desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tilovatiga ko'ra o'qiymiz. Rasulullohning tilovati shunday edi. Fotiha, Baqara, Ali Imron, Niso bo'lib hozirgi xatm Qur'on qilganimizdek bu kishi mana hozir va Shamsini fasini o'qib berdilar-ku. Va Shamsidan to'g'ri o'qiyapmiz. O'sha voqealar, jarayonlar, bundan keyingi xatmlar eslab turaylikki, Rasulullohning tilovatlari shunday edi. Rasulullohning tilovatiga ko'ra sahobalar Rasululloh Baqaradan keyin Ali Imronni o'qirdilar, Nisoni o'qirdilar deb yozishgan va bu ham tavqifiy. Tavqifiy nima degani? Banda tomonidan emas, vahiy o'laroq. Buni Alloh taolo qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har Ramazon sharifda Jibril alayhissalomga Qur'oni Karimni o'qib berardilar. Qur'oni Karimni o'qib berib Jibril alayhissalom ham Rasulullohga o'qib berardilar. Ya'ni qorilar bilan buni davra degan. Davra qilardilar. Kim bilan? Farishta bilan. Malakul Maut. Hatto vafot qiladigan yillari 2 marta o'qib berishdilar bir-birlariga. Va o'sha jarayonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz aytadilar, qachonki Ramazon sharif kelsa, Qur'oni Karimni Jibril alayhissalomga o'qib bersa, Rasululloh shamoldan ham sahih bo'lib ketardilar. Fido bo'lsin, men Qur'oni Karim o'qib beryapman. Fido bo'lsin dunyoning deb kim nima so'rab kelsa berardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qur'oni Karim o'qishlik, Qur'oni Karimni tilovat qilishlik har bir xonadonlarimizda, har birimizning qalblarimizda hech bo'lmasa Ramazon sharifda zo'r bo'lib tinglab, xatm Qur'onlarda ishtirok etib, e'tibor bilan turish kerakki, bir yilda bir marta xatm qilaydi. Hozir ichimizda bir oyda yetkazadigan bormi? 40 kunda yetkazadigan bormi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng dangasa mo'min Qur'oni Karim 40 kunda xatm qildim deganlar. Bu qorilarga emas. 7,5 marotdan to'g'ri keladi. 7,5 marotdan to'g'ri keladigan eng dangasa mo'minning holatiga tusha olmasak, 1 yil bir marta o'qib turaylik. O'qiy olmasak, tinglab turaylik. Biz O'rta Osiyo ma'murlari ulamolari shuni bilib, bu ummat Qur'oni Karimdan uzoqlashib qolmasin deb masjidlarda tashkil qilindi. Qorilar o'qib berishyapti. Hozir alhamdulillah muftiy hazrat tashabbuslari bilan qaysi masjidga borsangiz iftorlikka kelgan joyingizdan qorilar o'sha oyatga keltirib o'qiyapmiz. Bu katta baxt bu. Sharoit yo'q, unday yo'q, bunday yo'q deydi. Biz sharoitdan oldin unumli foydalanyapmizmi? Qur'on nozil bo'lgan Qur'on nozil bo'lgan oyda Qur'oni Karimni oilamizda ham, avtoulovimizda ham, yurish-turishimizda ham, zikrimizda ham faqat Qur'on bo'lishi kerak. Ramazoni sharifni ruhiy zo'r ruhiyatimizga ta'sir qilib chiroyli o'tkazishimizga eng asosiy omil Qur'oni Karim. Ulamolar aytadi, bir farzandni qori qilib qo'ysang, unga tarbiya o'rgatish shart emas deydi. Qur'oni Karim o'zi tarbiyalab qo'yadi. Qur'oni Karim o'zi u kishini himoya qilib qo'yadi. Qur'oni Karim o'zi u kishini aziz qilib qo'yadi. O'shaning uchun Ramazoni sharifda va undan keyingi paytlarda doimo Qur'on bilan bo'lib, Ramazoni sharifdagi o'tkazgan xatm Qur'onlarimizni kelasi yil yana ham ko'proq turaman, yana ham ko'proq eshitaman degan g'ayrat shijoat bilan farzandlarimizdan ham, oilamizdan ham mana shunaqa qorilar chiqsin degan havas bilan mana itqomina niron do'zaxdan ozod bo'lish dahallariga keldik. Ko'p Xudodan so'rashimiz kerak. Faqat bu musulmonning sezoni bu. Duo qiladigan, ibodat qiladigan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim ham Ramazoni sharif kelsa-yu, g'animat bilmasa, foydalanib olmasa, xor bo'lsin, burun yerga ish qilsin dedi Jabroil, amin dedilar. Hammalarimiz g'animat bilib Ramazon